Assalomu alaykum Netix jamoasini kuzatuvchilari, aziz dehqon akalar ukalar. Navbatdagi Zubr 1105 mini traktorimizni namanganlik dodamizga Xudo xolasa baraka qildik. Doda, barakali bo'lsin. Traktorimiz yoqdimi? Vallahi rahmat. Şu traktörü oldu. Burada oldu yani bir top gitti. Bu ikkinchisi. Bu ikincisi beledi. Sizlerge min rahmat. Bana oldu ikincisini okuyacakmış. Bunisi işleyaptı. Xudo xolasa bunisini ham unga o'xshatib ishlataman. Qanday ekan, ishlashlari ma'qulmi? Ishlashlari yaxshi, ham ixcham, ham bog'larni ichiga bemalol kiraveradi. Ishlashi yaxshi. Baraka toping. Sizlar ham ishlaringga barorini bersin Parvardigor. Sizga xotirjamligini bersin. Traktorimizni komplektida 2 korpusli plugi, frezalari bilan bo'ladi. Qo'shimcha yana jarka, suv nasos, kartoshka kovlaydigan, arava, shunga o'xshagan qo'shimchalarni ulab olishingiz mumkin. Komplektida faqat plugi, freza chiqadi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.